Mana bo'g'imlari qaqshab og'riydiganlarga, bel, oyoq va suyak yemirilishi, suyaklari og'riydiganlarga 3 xil eng foydali bo'lgan giyohlarni ko'rsataman. Xo'sh, birinchisi bu mana shu sabelnik, ikkinchisi bu mana shu o'rmon qora ildizi va uchinchisi bu mana shu qora andiz ildizi. Nima uchun eng yaxshisi? Chunki bularni juda ko'plab insonlarga yordam beryapti va bularni qadimdan ota-bobolarimiz ishlatib kelishgan. Endi shu 3 xil eng kuchli giyohlarni biz miqdorini tenglashtirgan holda bitta qilib maydalab ishlatish uchun qulay va tayyor qilib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Suyak bo'g'imlar uchun eng foydali bo'lgan 3 xil giyohni bitta qilinganini ham effekt ham juda zo'r bo'lgani uchungina sizlarga ko'rsatyapmiz. Bo'g'imlarda muammosi borlarni juda ko'piga berib ko'rdik. Effekti juda ham yaxshi deyishmoqda. Lekin ko'pchilik bo'g'im og'rig'ini shunaqangi tabiiy narsalar bilan oldini olish mumkinligiga ishonishmaydi. Shuning uchun yaqinlarga ham ulashib qo'ysangiz foydali bo'ladi va ko'pchilik manzil, ya'ni qayerdan olsam bo'ladi deyshadi. Bizning manzilimiz Yunusobod dehqon bozorida 494-rasda. Aloqaga chiqsanglar O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib beramiz.